Voy bechora. Mana bu siz uchun ovqat va kiyimlar. Rahmat. Arzimaydi. Nima qilyapsan? Rahmat dedim-ku. Bilyapman, syomka qilyapman. Trendga chiqish nimaligini tushunasanmi? Ha? Menga xuddi shunaqa trend video kerak bo'ladi. Paketni yopib qo'y, boshqa yerdan olamiz. Kechirasiz. Men hozir sovg'ani qaytadan beraman, shunda sen yig'lagan holatda rahmat aytishing kerak. Shunchalik ishonarli Mayli. chiqsinki, ko'rgan odamni ko'zidan siydiga oqsin. Mayli. Assalomu alaykum. Salom. Men sizga ovqat va kiyimlar olib keldim. Xo'p, yig'lamang aka, yig'lamang. Endi qorningiz to'q, qishda esa sovuq otmaysiz. Yaxshi odam ekansiz. Arzimaydi. Ertaga ham bir paket ovqat olib kelaman. Rahmat. Arzimaydi. Yig'lana qo'y. Rahmat kattakon. Yig'lamang aka, arzimaydi. Paketni bu yoqqa ber. Yaltayib yotguncha ishga chiqib o'zing pul top. Sizlarga bitta jiddiy narsa aytsam kulmaysizlarmi? Yo'q, kulmayman. Aytaver do'stim. Kecha bozorga tursk olgani borgandim, keyin sotuvchi qiz. Qo'tingni qas. Ey. Bu dalbayoqning nomidan uzr so'rayman do'stim. Yop tufaymat, bo'ldi qil dedim. $1 million uchun yuzimga urgan bo'larmidingiz? Basharangni pizdesini chiqarib urardim $1 million uchun. Nima? Ha. Demak siz pul uchun mening go'zal yuzimni buzib tashlashga tayyorsiz? Ha, keyin senga yangi bashara sotib olamiz. Shu bahonada odam bashara bo'lib qolarmiding? Shokir 4 ta olmadan ikkitasini yesa nechta olma qoladi? Shokir. Agar suka Shokir ko'tangizda qisib turganingizda javob berayotgandim. Birdan aytish qiyinmidi? Shokirni ko'taga qo'y. Tez yordam xizmati eshitadi. Alo, tez yordammi bu? Oyimlar unitazdan yiqilib tushib nafas olmay qoldi. Iltimos, zudlik bilan yetib kelingizlar. Faqat tezroq, iltimos. Mayli, manzilni ayting, hoziroq yetib boramiz. Ishqobil Toshmatov ko'chasi 5-uy. Faqat tezroq kelingizlar. Axir bu sobiq xotinimning manzili-ku. Ovozingiz tanish eshitilyapti. Shokir aka? Kechirasiz, adashib tushdingiz. Ovozingizni tanidim, Shokir. Ovozingiz yaxshi kelmayapti. Bilet, oyisi o'lib qolsa-chi? Ha, menga poq qo'y. Pishak. Ey dalbayotlar. Men pishak topib oldim. Bu yoqqa pishak, pish pishak. Nahvoy qochyapsan mendan. Nega xotinlar har doim nimadandir nedavolni yurishadi? Hayz vaqtida bo'lmasa, bosh og'rib qoladi. Bosh og'rimasa, qorni og'riydi. Qorni ham og'rimasa, charchagan bo'ladi. Yop tufayim. Kechirasiz, kinoga bitta bilet bering. Xo'p bo'ladi. Qaysi kinoga? O'sha kinoga. Sen dalbayopmisan? Yo'q. Unda qaysi kinoni ko'rmoqchisan? O'sha kino, yozilgan-ku. Men sendan qaysi birini ko'rasan deb so'rayapman. Birinchisimi yoki ikkinchisi? Ikkinchi qismi sen dalbayopmisan deb nomlangan. Ha, mayli. Xo'sh, bilasizmi? Idin nahoy. Tushunmadim. Idin nahoy. O'sha kinoning 3-qismiga. Idin nahoy tushunmadim. Bu 3-qismining davomi edi. Shokir. Ha. Zaybal. Yo, bana shakar. Bilat, nega menga javob bermayapsiz? Mana qayerda ekansan? Ovqat pishirgunimcha idishlarni yuvib qo'yasanmi? Yo'q desam nima bo'ladi? Ko'changni yirtaman. Tasavvur qiling, $10 million uchun eng yomon ishlardan biri. Ha. Men hali savolimni tugatmagandim. Quloq sol. Bu dunyoda hech kim, hatto hech nima meni hech qachon to'xtatib qola olmaydi. Chunki bu $10 million. Hatto bitta odam o'lsa ham rozi bo'larmidingiz? Ha. Javobim ha. Agar u odam sizning yaqinlaringizdan bo'lsa-chi? Qo'y, buvimni ol, bobomni ol. Bir narsadan qo'rqib qolgandek hali ham yashab yurishibdi bilan. $10 million ga nimalar qilish mumkinligini bilasanmi o'zi? Men shunchaki tasavvur qilaylik dedim. Agar bu haqiqat bo'lganda, o'ylab o'tirmasdan rozi bo'lardim. Biz odamlarning hayoti haqida gapiryapmiz-ku axir. O'ylab ko'ryapsizmi? Ey. Bitta gap aytaymi? Ochig'ini aytsam, aytmay qo'ya qoling. Qo'ysang-chi, nima deyishimga qiziqayapsan-ku? Xo'p, eshitaman. Men даже 5 ta uchun ham rozi bo'lardim. 5 million? 5000? Yo'q, vrot. Meni yaxshilab eshitib ol, nahoy. Bu uyda men erkakman. Shuning uchun do'stlarim bilan kechasi xohlaganimcha daydib yurishim mumkin. Bugundan boshlab bu uyda meni gapim gap bo'ladi. Seni vazifang bo'lsa uylarni yig'ishtirib ovqat qilib qo'yish. Yaxshilab tushunib olding degan umiddaman.
Shokir xotiniga shunday debdi. Keyin men unga nima sen yebanmisan? Odam xotini bilan ham shunaqa gaplashadimi dedim. Siz menga bunaqa gapirmaysiz-ku, to'g'rimi? Yo'q jonim, aslo yo'q. Jinnimisan? Nima men aqldan ozibmanmi? Posudalarni yuvib qo'yaymi? Ha, yaxshi bo'lardi. O'zi shu Shokir o'rtog'ingiz tayini yo'q bola bilasizmi? Ichkaridagi bola kim edi? Bu bola mani o'rtog'im. U tug'ilgan kuningizni syurpriz qilishga yordamlashayotganda. Qanaqa yana surpriz? U sovg'a yasash dizayneri. Ha, meni kechir, unda men adashibman. Bilasizmi, siz har safar adashasiz. Ilgari ham ko'chadagi bola ko'timga qaradi deb o'ylab urishib ketgandingiz. Lekin u bola rostdan ko'tingga qaragandi. Xo'sh, nima qilibdi? Ko'timni tomosha qilishga arzimaydimi?